alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 9-oktyabr, inshaalloh 11:20 da yangi gruppamiz bor. Yangi gruppamizga mana Zamzam suvlarini Makkadan, Haramdan, Safo Marvadan o'z qo'llarimiz bilan olib keldik. Inshaalloh tushganlarida hammalariga birma-bir quyib tarqatamiz. Bu yerda eng yaxshi amallardan biri insonlarga suv tarqatishlik. Eng savobi ulug' ishlardan biri. Hozir mana kutish zalidamiz. Kutish zalida mana chap tarafdagi joy masjid erkaklar uchun, o'ng tarafdagi ayollar uchun. Inshaalloh ota-onalarga jo'natsalar, biz o'zimiz shu yerda dadam bilan birgalikda kutib olamiz. Bizga aloqa etish uchun pastda nomer qoldiraman. Urushtibek o'g'li Hoji Akbarning bizga tutgan barcha mana shu Zamzam suv qo'ndirganingiz uchun, shu yerlarga olib kelib, shu yerlarda o'rgatib bizga tanishtirayotganingiz uchun Allohga hamd va sanolar aytamiz. Amin. Tan joningiz sog' bo'lsin. Amin.